Xo'p, Rasulullohning 4 ta qizlari bo'lgan, to'g'rimi? 11 ta ayollari bo'lgan nikohlangan. 11 ta. Nima uchun? Hadicha onamiz, mana Fatima onamizning onalari Hadicha onamiz, Rasululloh yaxshi ko'rgan ayollari Oysha radhiyallohu anha onamiz. Shuncha onalarimiz turib, nimaga faqat Fatima onamizga jannat ayollarining sayyidasi maqomi berilgan? Qolgan ayollarga emas. Sabr. Yo'q. Ha? Yo'q, sabr. Fatima onamiz Rasululloh qizlari esinglardan chiqarmanglar, ayollar emas. Yo'q. Topolmadinglar? Marojna qarz bo'ldinglar. Esinglarda qolsin. Fatima onamizga sovchi keladi. Shuning uchun u joyda qisqa qilib aytib ketdi. Sovchi kelganda Fatima onamiz so'raydi, "Dadajon, mahriga nima bor ekan?" desa, Payg'ambar alayhisalom aytadiki, "Mahriga 180 tilla berdi. 90 tillaga sizga mahrga ajratdik, 90 tillaga dasturxon yozadigan bo'ldi. Mahriga rozi emasman" deydi. Shu payt Jabroil alayhisalom tushadi. "Yo Allohning rasuli, Fatimani mahri uchun Alloh jannatni beryapti" desa, Fatima onamiz nima deydi? "Rozi emasman." Rasululloh aytadi, "Qizim, sizga jannat beryapti Robbim. Sizga jannatni to'laligicha hadya qilayotgan bo'lsa, boshqa undan ortiq sovg'a yo'q" desa, "Dadajon, Aliga mahriga rozi bo'lishlik uchun Jabroilga ayting. Sizni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan ummatingizni oxirgisi qiyomat kuni jannatga kirmasa ekan, mahriga rozi emasman." Ya'ni siz bilan bizni jannatga kirishligimizni mahriga so'rab olgan. Siz bilan bizni jannatga kirishligimiz. Shuning uchun Rasululloh aytadiki, "Qizim, bu so'ragan tilagingiz bilan siz jannat ayollariga sayyida bo'ldingiz. Jannat ayollarining sayyidasi bo'ldingiz" deydi.